السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Köre şatahanatımız başçılık barlık büyüklerimiz, seftaşlarımız, karındaşlarımız, er ayal barlık dindaşlarımız, hemmanlarga Allah'ın güzel selamları olsun. Günügünden beri bu tofumuzda asasen hemimiz gep qilmadik, sukutni tanladik. Çünkü gep qilmaslikdagi mening shaxsan sababim, balkim boshqa qarindoshlar o'zining fikrini o'z o'ttirib qo'ysa bo'ladi. Mening boshqa qarindoshlarni o'ylashim, mening ham o'ylashim bir komissiyon tashkillab chiqishda Mümtəmin Ala efendim taklif qilindi birodarlar borasida. Bununla Mümtəmin Ala efendim inkas qaytargan bo'ldi. O'zining shartlarini, talablarini o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Uni umuman ko'p sonliqimizdan qo'llaydiganligi bilan uningga qo'shilgan bo'ldik. Mümtəmin Ala efendim qo'shilgan borasida rasmiy yozilgan bir komissiyani tashkillab, komissiyaning a'zolarini plan loyihalarni o'ttirib qo'ydigan bo'ldi. Biz shuni saqlab, biz endi so'zlarimizni deb bildik, plan loyihalarimizni endi biz yetmoqchi bo'lgan maqsadni bizning aramizdan Mümtəmin Ala efendim bu mas'uliyatni ustimga elib, men bir buni pat yaqinda qo'limdan kelishi tirishib boqaman dedi. Şuna biz bu neticelerni saqlab, o'zaro sukutda turyapmiz. Ama mening bilishimcha, aramızda Mümtəmin Ala efendimning qurib chiqmoqchi bo'lgan komissiyani, buningdagi xalqimizga bermoqchi bo'lgan komissiyon a'zolarining javoblari, plan loyihalarini kutib turishdan boshqa, qarindoshlarimizning boshqa plan va hokazo loyihalari xususan mening yo'q. Aramızda başka qarindoshlarimizdami hammaylar xalqimizdan tortib butun qarindoshlarimiz shu birlikka taqozo olib turayotgan vaqtda inshaalloh taolo buningga qarshi bir plan loyiha yo'q deb qarayman. İçimizdeki qarindoshlarimiz hammasi birlikni, ittifoqlikni, inoqlikni, xalq ra'yining natijasi nereden chiqsa shunga hurmat qiladigan Sharq Turkiston xalqimizning birlik asosida mavjud bo'lgan birlam bir hukumatining el-ra'yi o'ttirib qo'yilgan, el-ra'yi bilan barliqqa chiqqan, xalqqa ichitilgan, o'lchamlik, sistemalik bir hukumatning barliqqa kelishini umid bilan kutib turyapmiz. Balkim bu borasida Mümtəmin Ala efendim qarindishimiz plan, proje, loyihalarni sunayotgan, tayyorlayotgan, yozayotgan, o'ylashayotgan, maslahatlashayotgan ham bo'lishi mumkin. Arqa bu plan, proje, loyihalari ya yerim bo'lganda, ya bir yerlarga borgan vaqtda inshaalloh taolo bu borasida ko'rishatoqimiz bilan cho'qim ko'rishiladi deb o'ylayman. Chunki bir ishni qilmay turib, tayyorlamay turib, uning plan loyihasini o'ttirib qo'ymay turib, ba'zi vaqtda ko'rishishni loyiq topmaydigan insonlarimiz bor. Plan loyihalarni bir yerga olib bir qur o'zining aqlicha bir odam qarashtirib bo'lgandan keyin pish qadamlarga hozirgi tuzgan planimiz, loyihalarimiz, komissiyonlarimiz mana ma ahvollarga bordi. Buning sizlar qaraysizlar, buning sizlarning fikringlar bormi, maslahatinglar bormi, e'tirozinglar bormi degandek yana bir plan loyihalarni qo'shadiganligiga men ham shuni saqlab, shunga ishinib turyapman. Balkim barliq qarindoshlarimiz shunday o'ylayotgan bo'lishi mumkin deb qarayapmiz. İnşallah taala bu mu yaqinda bu o'ttirg'a qo'ylab qilishi mumkin inshaalloh taolo. Shunga biz u vaqtgacha inshaalloh taolo bir-birimizga qiladigan boshqa yaxshi tavsiyalarimiz bo'lsa, buni suylaydigan so'zlarimiz bo'lsa, suylab buni qachon anglaymiz, buning plan loyihasini qanchinchilardan qanchinchilarga sunadilar,
degandek buning barisi inshaalloh taolo bir yaxshi takliflarimizni bersak. Biz qarindoshlarimizning oilalarning buzilib ketishi bo'lsin, ota bolalarning o'ttirisidagi meseleler bo'lsin, buzilib ketish meseleler bo'lsin, do'stlarning o'ttirisidagi ayrilib ketish meseleler bo'lsin, tashkilotlarning inoqsizligi bo'lsin, jamiyatlarimizning inoqsizligi bo'lsin, bütün insoniyatning cho'ng kichik oiladan tortib jamiyat, tashkilot, davlatlargacha inoqsizlikqa boshlaydigan tüp omil qarindoshlarimizning bir-birimizni to'g'ri tushunolmasligimiz. Bir-birimizni xato gumonlarga boshlab qo'yish va yoki xato gumonlarda bo'lib qolish. Chunki bizning vujudimizda tomirlarimizda eqib yuradigan tirilarimiz bilan go'shtlarimiz oraliqida hayot kechirishga Alloh taolo qiyomatgacha fursat bergan. Biz uni operatsiya bilan oldirib o'tolmaydigan, chiqarib o'tolmaydigan, faqat buning ustidan Rabbimizga istig'for o'qish orqali, a'udhu billahi minash shaytonir rojimni ko'plab o'qish orqali, agar jiddiy g'azablarimiz qo'zg'alib qolib qolsa, tahorat elib, tahorat bo'lgan taqdirda tahorat ustiga tahorat elib, 2 rakat namoz o'qish orqali Rabbimga tayinib bu bizni vesvese qilib turadigan bu shaytonning sharridan Allohga sig'inib panoh tilash orqali buning qutulish imkoniyatiga erisha olamiz. Ammo mendan tortib boshlab, qalbimdan tortib bu tomirlarimizda yashayotgan, biz uxlasak bunimizning tushiga kirib, ya'ni dimog'larimizda uxlaydigan, tomirlarimizning orasida yashaydigan, tirilarimiz bilan go'shtlarimizning orasida hayot kechiradigan bu shayton iblisni biz vujudimizdan chiqarib o'tishga qodir emas. Ammo faqat istig'for orqali, namoz orqali, a'udhu billahi minash shaytonir rojimni ko'plab deyish orqali qarindoshlarimizga so'z qilganda bo'lsin, oilamizga muomala qilganda bo'lsin, birisi tishimizga tegib qo'yganda bo'lsin, har xil holatlarning o'zida biz vujudimizni qo'zg'alayotgan ochiq va yoki qarindoshlarimizga bo'lgan ozor beradigan so'zlardan saqlanib qola olishimizda bo'lsin. Allohga tayinib turib, o'zimizning nafsining, bizning tillarimizni, vujudimizni, ruhimizni kontrol qilib ketishidan saqlana biz qo'limizdan keladigan sabab munchilik. Agar mushunchilik sabablarimizni qilmay qolib qolsak, biz cho'ng xatolashga tushib qolishimiz mumkin. Shuningdek, Alloh subhanahu va taolo bizlarga Qur'oni Karimda eng yiroq turishga tafalagan, intayin qattiq yiroq turishga tafalagan Alloh taolo uningga yaqinlashishdan bizni ogohlantirgan, yaqinlashib samanglar, yiroq turinglar deb eskartgan narsalardan birisi ya ayyuhallazina amanu jtanibu kaseeran minadh-dhann. Ey meni iymon keltirgan, mening birlik va barlig'imga ishongan, mening koinotning Rabbi ekanligimga ishongan, meni yaratquchi ekanliginglarni e'tirof qilgan. Men sizlarni yaratquchi ekanligim men va yana sizlarni yaratganligimga, butun koinotni yaratganligimga iymon keltirgan, menga ishongan banda mu'minlarning o'zi men sizlarga avatgan suyimlik payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar deb e'tirof qilgan, uning ummati ekanligini tasdiqlagan ummat. Qur'onni mening kitobim deb iymon keltirgan bandalarning o'zi, mu'min sifati bilan sifatlangan mu'minlarning o'zi sizlar oilanglar ichida bo'lsin, ayollar, do'stlar, jamiyatlar, tashkilotlar orasida bo'lsin, insoniyat dunyosida bir-biringlarni yomon gumon qilishdan intayin yiroq turinglar. Diqqat qilinglar. Demak, nimishqa Alloh subhanahu va taolo bizni yomon gumondan intayin qattiq bizni yiroq turishga, yaqinni bir samaslikqa tegishlik bizni ogohlantirdi. Chunki bir oilani buzib yutadiganimi orasqa ering bunda qilyaptamdi. Ya qilayotgan bo'lishi mumkin. Ayoling bunda qilyaptamdi. Qilayotgan bo'lishi mumkin degan uning kallasini gumonga tashlaydigan bir shaytoniy do'stin birisi kirish bilan oilani buzib yutadi. İki dostumu sen ana dostum davatsa bu senin aklında mında yaman plan qilayotgan bo'lishi mumkin. Tashkilotlarni sillimunda degan bilan bu tashkilotimiz ziyonliq ma planni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'limizda paket yo'q, dalil yo'q, isbot yo'q holatda qarindoshlarimizni u seni munda deyishi mumkin, u sana munda qilishi mumkin, u bu yana munda qilishi mumkin degandek yana aramizga bir
odamning xato maslahatlari, xato bizlarni gumonga qishqirtadigan, gumonga bizni tashabbus qiladigan bir so'zlar bilan oilalar buzilib ketadi, jamiyatlar buzilib ketadi, davlatlar buzilib ketadi, psixopatlarga tushib qoladi. Bütün ailedən tartib jamiyat, davlatning buzilib ketishiga sabab bo'ladigan eng chong omillardan biri, ya'ni insonlar bir-birini gumon qilishga boshlash. Şoňlaşqa Allah subhanahu wa ta'ala bizni bulardan intayin qattiq agahlandirdi. Yana ikkinchisi Allah subhanahu wa ta'ala bizni o'zaro gap tushish, suxanchilik qilish, munofiqlik qilish, xoinlik qilish, jasuslik qilish, ya'ni birsimizga dushman qilib qo'yadigan so'z harakatlarni qarindoshlarimiz bilmaslik va yoki bizga ishinib deyish va yoki uning shaxsiyati borasida deyilgan so'zlarni ammoga oshkora qilib o'tish, boshqalarga yetkazib qo'yish, musulmonlarning maxfiy sirlarini fosh qilib o'tish qatorliq bunday josuslik ahvollarning o'zini yiroq turishdan Alloh subhanahu va taolo bizlarni intayin qattiq ogohlantirdi. Xususan hammamizning uyida Qur'oni Karim va Qur'oni Karimning tafsirlari, tarjimalari bor. Buningda Muhammad Salih Damullaji marhum ustozimizdan qolgan tarjimalar ham bo'lishi mumkin. Har xil tillarda qaysi tilni biz yaxshi bilsak, shu tilimizda Qur'oni Karimning tafsirlari bor. Qur'oni Karimda Sura Hujrat ismli suraning tafsiri bilan bu bek uzun sura emas, ya'ni bir varaq 4 qata ya 5 qata atrofidagi bir sura. Mushu suraning tafsiri bilan mümkün bo'lib qolsa kunda bir qatim, bo'lmay qolib qolsa haftada bir qatim bo'lsa bir uchrashib turayli. Bu sura mushu bir varaq yana 4 qata atrofidagi 5 qata yoki 4 qata atrofidagi bu sura bizlarning hayotimiz, turmushimiz, oilamiz, bir-birimizga bo'lgan muomalamiz, jamoatlarga bo'lgan muomalamiz, xabarlarga qanday qarash borasida, qarindoshlarimizga qanday qarash borasida, insoniyatlarimizni qarindoshlarimizning chaqirganda qanday ism bilan chaqirish borasida bizning asosi Qur'oni Karimda Alloh bizni cheklagan, burg'an, to'sgan bütün amr farmonlarni o'z ichida mujassim qilgan. Bir odam shu bir varaq 4 qata suraga amal qila olib, hayotiga tatbiqlay olib qolib qolsa, Qur'oni Karimning 300 varaq, ya'ni 114 sura, 6236 oyati karimiga mukammal amal qilishni vujudida mujassim qilib bo'lgan bir muborak sura. Shunga bu muborak suraning tafsiriga sal qaramasdan, oldirmasdan diqqat bilan, e'tibor bilan qani mumkin bo'lsa kuniga bir varaq, bir qatim o'qib qo'yaylik. Chunki biz inson o'zimizning narsini o'zimiz eslab turmagan vaqtda va yoki qarindoshlarimiz tarafdan eslatib turmagan vaqtlarning o'zida biz davomli es xotiramizni yo'qotib qo'yamiz, yiroqlashtirib qo'yamiz, bilganlarimizni unutib qolamiz. Biz ilgari bilib bo'lgan bir narsalarmi qarinda qochib ketgan, es xotiramizdan qochib ketgan bir jumla qarindoshlarimiz tarafından takror o'ttirib qo'yilsa, ha, ilgari paloni bu oldindan bir o'tgan bu darsdaydan yana bir xotiramizda yangilanish paydo bo'ldi. Hozir dunyodagi aqliy iqtidorli kompyuterlarni aqlini, uning tafakkurini yangilab turmagan vaqtda qaytib qoladigan, layoqatida ishlamaydigan bo'lib qoladi ekan. So'ng uning app'larni yangilab turishga, Windows'larni yangilab turishga muhtoj bo'lib qoldik ekanmiz. Shuningdek bizlarmi o'zimizni qattiq tekshirib turishga bir ehtiyojimiz bor. Biz mumkin qadar mushu siyosiy yo'lga kirganlar hozirgi ahvolimizda biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayoti, shuhrat qozonish, dunyoviy shaxslar qatoridan eng ilg'or holatda nomi o'tmagan mashhur shaxslardan birisi. Mushu payg'ambarimizning siyosiy hayotiga qaraydigan bo'lsak, bizning ummatlarga, sahobalarga intayin qattiq mehribon, Rasululloh birasini bir qatam hayotida gumon qilib boqmaganligiga, yomon gumon qilib boqmaganligi bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning alohida ustunligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yana bir ustunligi bizlarda tepilmayotgan bir üstünlük qanday desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetini qutquzishda Hristiyan ehli bilan yani ittifaq hareketini qo'lga keltirilish, Yahudilar bilan ittifaq hareketi tuzalish, mushriklar bilan ittifaq hareketi tuzalish qatorliq nayt diplomatiya ilmida mahirlikni o'ttirib qo'ygan. Hattoki siz biz qilinmayotgan bir narsani Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellemga Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizning oldida masjidda, mihrabda o'ltirdigan
nurg'ulg'an munofiqlar bor edi. Bu munofiqlarning sonini Alloh subhanahu va taolo ismi, jismi, qabilasi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bildirgan. Alloh bildirgan munofiqlarning sonini payg'ambarimizga qanday usulda bildirgan desa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen buning ismini bilib qol. Bilib qolsang yetarlik. Ammo ummatingga jakalamaysa, ummatingga deyishga bo'lmaydi. Xalqi olam oldida u munofiqlarni sen munofiq, sen xoinding, Alloh seni munofiqdir deb rasvo qilishga bo'lmaydi. Mushu usul bilan bildirdi Alloh subhanahu va taolo. Ular besh vaqt namozda, jihatlarda, g'azotlarda, zakotlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldida mu'minlar bilan o'xshash o'ltiribdi. Hattoki ular Tabuk g'azotlarida intayin ko'p yordam qilgan, iqtisodiy yordam qilgan, musulmonlarning faqirligidan yordam qilinmaganligining o'zini masxira qilganlar shu munofiqlar bo'lgan. Munofiqlarning akagan yordamlaridami payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni rad qilmasdan ishlativerdi. Payg'ambarimizning bu diplomatiya alohidligi nima desa, Hristiyandanmı paydalanish, Yahudiydanmı paydalanish, Buddistdanmı paydalanish, munofiqdanmı qanday paydalanib, qanday ishlatishni bilgan alohida diplomatiya ilmiga, iqtidoriga ega bir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz bilsimi ularning yuzdan yuzga sen munofiqsini Alloh munofiqlar qatoridan sanab bergan demadi. Hech bir munofiqning o'zini Rasululloh biletdi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalaridan birlam sahobaga ularning tizimligini aytib bergan. Hattoki Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhuning xalifalik davrida xalifa Umar o'zining valilarining ichidan valiylardan birini ashu Rasululloh munofiqlik tizimligida aytgan munofiqdan birini valiylar qatoriga ya'ni saylab salgan bir ahvol bor. Mushu ahvol ichida Umar ibn al-Hattob şu Abdurrahman el-Huzayfi radıyallahu anhu Allahu alem şu sahabenin o'ziga munofiqlarning tizimligini aytib bergankan Umar ibn al-Hattob radıyallahu anhu chaqirib shularning ichida men bormi yo'qmi deb so'ragan. Hattoki o'zini ansirgan Umar ibn al-Hattobdek katta zot. U qasam qilib turib vallahi lazim Alloh bilan qasam sen yo'q o tizimlikda dedi. Degende mening amir umara, ya'ni kengashlarimning, amaldorlarimning ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ismini aytib bergan munofiqlar bormi, yo'qmi deb so'raganda, birisi bor dedi. Lekin ismini deb bermadi. Ismini deb berishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cheklagan. Sen aql bilan, farosat bilan yaxshi bir tadbir ilib baqalsang, sen munofiqlar bilan mu'minni sen qilayotgan ishlari, amallarni ariyalaysan dedi. Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu o'sha ahvolatdan bir necha gumonliq deb qaralgan, qalbi qanoat qilmagan valiylarni almashtirish orqali bu munofiqdan qutulib ketganligi rivoyat qilinadi. Shuningdek, insoniyatning chiqargan cho'ng kichik chiqarindilarimizning o'zi nijosat. Buni hammamiz bilamiz. Onundan başka hayvanatlarının çıkarındılar var. Bunun nicasatlikini bilimiz. Ama biz bunu öylerde tutup oltamay, boçanlarımızda, yataklarımızda, dınşanlarımızda saklamay, bunu etizlerimizde tökep, ziraatlarımızda, deldaraklarımızın astığa, bunu işletersek, bu şundak nicasatlarda mı nurgulluğun husul neticelerini ağalı buludu. Sonrasında bazen haletlerde biz her bir adamga, shunda holatda bo'lib qilish ehtimoli va gumonliq shaklik insonlar bo'lgan taqdirdami uning yuqori vazifa, yuqori martaba, yuqori mansab bermasdan ularni biz faraz gumon bilan ularni yo'qqa chiqarib etmasdan ularning ishlari, xizmatlaridan, manfaatlaridan, iqtisodlaridan islom ummatiga manfaat keltirish imkoniyati bo'lsa bu doirada diplomatik bo'lishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taoloning bu uslubni o'rgatishidagi sabab ummatining ittifoqligi, inoqligini amalga oshirish. Ularning orasida mumkin qadar tanqidni ommaviy qilish, nasihatni ommaviy qilish holatining o'zida payg'ambarimiz o'zining ummatlarining ittifoqini saqlab qolishga intayin qattiq ahamiyat bergan. Shunda holatlarda munofiqlarning ismini bilgan bir payg'ambar %100 bildirilgan, yüzü bilib qoldi. Bir sahobasiga aytib berganligi rivoyat qilinadi hayotida. Ikkinchi bir sahoba buni o'qimaydi. Payg'ambarimizning yana sir xazonasi deb atalgan sahoba. So'nglashqa
musulmonlarning ichida diplomatik bo'lgan bir odam, nihoyatda kuch-quvvatlik, farosatlik, aqlli, atrofidan hech qanday bir insonni qochirib qo'ymaydigan, hammasini layoqatida ishlata layoqatida muomala qila oladigan, layoqatida munosabat olib bora oladigan, yana do'stlarimizning ichidami ishonchlik doirasidagi do'stlar bor. İşençilik dairəsinin sırtıdıraq, yəni xüsusi məsləhətə qatnaşdırıqlı bulduğan dostlar var, xüsusi məsləhətə qatnaşdırışdan işkilendiğin dostlar var, məxfiyyətliklər var, şəxs məxfiyyətliki var, təşkilat məxfiyyətliki var, xalqның məxfiyyətliki var. Umuman xalqqa ziyan zəhmət əfkiladigan məsləhətlərini nəhayət işençilik, təcrübəlik insanlar bilan ötküzüşümüz mümkün. Amma xalqның namayişləri her qandaq adamga aşkara, məxfiyyətlik dairəsi yox. Yetim yesirlarga yordam qilish, tashkilotlarga yordam qilish, qo'llash barlarning o'zidagi oshkora yordamlarning o'ziga har qandaq fosiq, fojir, munofiq, har qandaq insonlar qatnashib qilishi mumkin. Buningdan biz hargiz xoli bo'lolmaymiz. Biz aramizdagi qarindoshlarimizning hammasini sopdil, yaxshi bo'lishiga ishonamiz. Ammo biz har qancha ishonchsakmi, har qancha tanlasakmi, Musa alayhissalatu vassalam o'zining odamlarining ichidan munofiqlardan xoli bo'lolmadi. Uningdan boshqa İsa aleyhissalatu vesselam'a dastlabki iymon keltirgan 12 havariyun deb ataladigan bir qism bor. İsa aleyhissalomga iymon keltirgan tunji musulmonlar. Bu musulmonlarning ichidan birisi İsa aleyhissalatu vesselamning yushuringan o'rnining o'zini pash qilib qo'yganlik ahvolatlarning o'zi ham bayon qilinadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinin içidimi münafıklar tam mevcutulab turdu. Bu Halife Ömer, Halife Ebu Bekir, Halife Osman'ın davrida hem mevcutulab turdu. Muşunda peygamberler teşkil kılgan bir cemaatning içinde münafıklarning mevcutulab turuşunun özü bizge nima alametine bir dese biz insaniyetle her qancha sap, mükemmel bir teşkilat kuraylı, mükemmel bir devlet kuraylı, mükemmel qandaq şekilde bir teşkilat kuraylı, biz aramızda namalum, şübhilik, gumallık, münafıklık, bazı vakitte bizlerin məxfiyyətliklerimizni yeyvetidigan mındaq insanların qetilip qıtılışından mutlaq hali olamayız. Bunundan Allah özünün peygamberini hali qılmadı. Musa aleyhisselamını hali qılmadı. İsa aleyhisselamdaki peygamberlerini hali qılmaganken bu ümmetinin cemaati undaq nasilerden qat'i galip kelenmeydi. Şuna aramızda emma müminle işençilikle daima köpsallıkını egallagan buludu. Undaq adamlarning o'zi intayin az sonda bo'lgan bo'ladi va yana shularni biz dalil, paket, isbot, ishonchlik qarindoshlarimizdan yetarlik guvoh paket. Ya'ni bir odam qarlayolmaydi. Bir odamni ikki ayol qarlayolmaydi. Bir odamning ustidan qarlashqa uni rasmiy jinoyatlarni bekitishda uning dalil, paket guvohchilari bilan 5 vaqt namozi joyida, aroq sharobdan yiroq, Allah'ın farzlarını tunuyduğun, haramlarının özüdün yanıdığın haletdeki takvadar Müslümandan iki Müslümanın onun olan payda ziyini bo'lmagan, onun olan üçümelliki bo'lmagan, adavati bo'lmagan, itirazı bo'lmagan, haqqul abdi meselesiga kirib qolmagan, betaraf takvadar Müslümanın özüdün iki salih takvadar Müslümanın guvohligi bilan bir odamning jinoyati ma odam mundaq odamkan deyishga bo'ladi. Ama undaq bo'lmaydikan biz farazlarimizning hammasida farazlarda cho'qim qarindoshlarimizni yaxshi faraz qilamiz, yaxshi umid qilamiz, yaxshi natijalarni saqlaymiz, yaxshi irodalarni saqlaymiz. Cho'qim Alloh subhanahu va taolo bizga yaxshilikni iroda qiladi. Dünyada yaxshiliklar, yomonliklar teng mavjudlab turadi. Ammo yer shariga qaraydigan bo'lsak, insoniyat nuqtasidan davomli eskilarning mavjudlab turadiganligi, chekidan oshgan eskilarning o'zi davomli adolat tarafdan yengilib turadiganligiga shohid bo'lamiz. Eğer dünyanın özüde davamlı eskiler adalet tarafından yengilib turadigan bir Allah'ın kanuniyeti mevcut bo'lmagan bo'lsa idi, dünyanın xususan bo'libmi ko'p qismi, ko'p sonliq rayollari tej amalliq holatlarda mavjud bo'lmagan bo'ladi. Shunga davomli adolat yoki
to'liq Allohning adolatiga uyg'un bo'lmagan, insonlarning shakllantirgan, yana insonlarga tinchlik amallik ato qiladigan, insonlikqa yaqin bir adolatning o'zimi insonlikdan yiroqlashib ketgan zulmning o'zidan doim g'olib keladi. Allohning adolati har zaman bir zaman bostirilib qolgandek, bir zaman mag'lub bo'lgandek qilsimi, cho'qim adolat o'zini kuykistidi. Shuning qarindoshlarimiz har zaman, har minut, har sekund qarindoshlarimizga afuvchan, mehribon, gumonxo'rlikdan yiroq, xususan xalqimizga bas bo'lgan bir odamning o'ziga, atrofimizga, bizlarga boshqalarning g'aybatini olib keladigan, boshqa bizlarning qalbimizni boshqalarga tashvish, gumonga solib qo'yadigan, mundaq ahvollarni olib keladigan odamlarni yaqin atrofimizdan bir oz uzoqlashtirishimiz kerak. Xalqqa bosh bo'laman deydiganlar. Ammo hozirgi ahvolatimiz shu, dal buning aksicha. Bütün gumonliq insonlar, gumonliq shaxslar ko'k bayroqning oqisiga yushinib olgandek, bizning tashkilotli boshqonlarimizga, rahbarlarimizga, iqtidor egalarimizga to'xtasa, ma so'z xato, ma'va haddidan oshdi, ma'ni desili bo'lmaydi, ma'ni demisili chatoq chiqadi deydigan eskartish berilsa, bundaq odamlarning lozimi yo'q. Hamma tashkilotli rahbarlar qanday odamlarni eng yaxshi ko'radi desa, taxsikash davomliq sillalam yigana, sillalam yaxshi, sillig'ilam loyiq, silla zodi eng iqtidorli silli shu. Sillidan yaram yo'q deydigan bütün taxsikashlar mushu bizning rahbarlarimizning atrofini o'rib olgan haqqoniyat egilarini ular yoqtamaganlik bir vaziyat sabablardan bizning ishlarimiz toza yurishamayotgan bir holatlarga duch kelyapmiz. Padişahlıkmı muşundaq taksikash vezir uzuralının qo'lida halak bo'lgan, tashkilotmi taksikash vezir uzuralının etrafida halak bo'ladi. Şoňaşqa bütün tashkilotli boshqonlarimiz, rahbarlarimiz, peshqadamlarimiz cho'qim atrofida nasihat qila oladigan, yaxshi ishlarni qo'llay oladigan, xatolashib ketgili qolsa, tuziy oladigan. Çünkü biz hech qasimiz xatolashib ketishdan xoli emas. Ma'sum pak emas. Men ham xatolashib turma. Xatoligimni qarindoshlarim tarafidan tuzitib turma, anglab turma, rahmat aytib turma, tashakkur aytib turma. Şoňaşqa hammamiz o'zaro nasihat qilib turishqa, bir-birimizda Alloh belgilagan haqlarimiz bu. Bu haqlardan biz qutulanmaymiz. Şoňaşqa qarindoshlarimiz nihoyatda samimiyat bir-birimizga yaxshi muomala qiladigan imkoniyat doiramizda qo'limizda isbot yo'qkan, biz farazlarimiz bilan yaxshi faraz qilishga ham buyurilgan farazlarimizga tayinib hech qanday qarindoshlarimizni yomon gumon qilishga Alloh taolo bizni to'sab qilishga buyurgan. Buning bizga agar biz o'zimizning shaxsan kallamizda nurg'unlagan xato farazlarni biz insonlar o'ylashdan, gumon qilishdan xoli emas. Valakin Alloh taoloning bizni to'sqini kallangligimi gumonni keltirmanglar emas. Kallağı keltirdiğin güven bütün insanlarda bulundu. Ama ağızdan çıkamaslık, onu xalq ammasiga aşkar qilish qilmaslik, bu huquqda Allah subhanahu wa ta'ala bizni cheklab qo'ygan. Şoňaşqa Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni to'g'ri so'zlashga nasib qilsin. Nurg'unlagan holatlarda mundaq bir ahvol bor. Masalan, men va yoki boshqalar dangliq bir shaxslar %100 to'g'ri so'zladi. So'zi to'g'ri. Ammo to'g'ri bir so'zmi Aşı to'g'ri so'zni ishlatadigan vaqt o'rindan o'tib ketgan vaqtda so'zlagan bo'lsa, to'ydan keyin nag'ra, kabobdan keyin zag'ra degandek bir ahvol yuz berib qoladi. Shunga to'g'ri so'zni dal zamonida o'ttirib qo'yilishi kerak. Kechikib qolgan to'g'ri so'z ahamiyatini yo'qotadi. Agar so'z to'g'ri, u to'g'ri so'z bir ish vujudga chiqarishdan, dal uning vaqti zamoni kelishdan burun aytilib qolgan to'g'ri so'zmi, nurg'unlagan vaqtda o'zining vaqtiga kelib bo'lguncha u o'rniga tushanmay qolib, uni chatoq chiqarishi mumkin. Shunga biz to'g'ri so'z, to'g'ri farazlarni dal vaqtida o'ttirib qo'yib, dal vaqtida vaqtini o'tkazib o'tmasligimiz kerak. Shunga vaqti o'tib ketgan to'g'ri so'zmi ahamiyatsiz bo'lib qoladi, vaqti kelmagan to'g'ri so'z ishni buzib qo'yadi. Bulupmu şu yolda uzun mangallarının tecrübesinde mesela men aqlga balog'atga yetgandan tortib hozirgacha o'zimning tecrübelerimni yakunlab chiqsam, odam bu tecrübe, bu jarayon, bu dunyoda yashash, masalan hayotimizni tatbiqlash, qarindoshlarimiz bilan aralashib yashash, tavsiya qilish degan barlarda bizning tafakkurimiz yangilanib turdi ekan. Yoshlar cho'ngaygan sari biz aqllarimizni, tafakkurlarimizni yangilab turishga muhtoj ekanmiz.
Şoňlaşqa bir insanyň ýani hotnap bäse farzandlik bolalaydygan, äge bäse tugalaydygan bu tarafdaki balagatlarymız 18 ýaşa ýetediganlygyny hemmemiz bilimiz. Ortak bununda başga bir kesellikler ýüz bermese bununda ittifak. Amma aql, parasat, tohtam halatlarının özüde aqldiki balagat, yani ruhi mesuliyetdeki balagat 40 yaşta balagat giytidir. 40 yaşdaki balagatdan keyin insan bir az toxtuludu. Şoň 40'dan aşkan 45, 50, 55, 60 bargan adamlar aql tarapdan, yani aqllaryny yetiştirişke iman tarapdan, ilim tarapdan, tejribe tarapdan, hizmet tarapdan tirişkan bolsa, bularning aqli balagatga tuluq yetken bolady. Şoňlaşqa bir adamning ilmini aýty ziyada. Yaşı 14, 15, 18, 19. Amma bu adam qoldaki toğru ilim bilen nurgun hatalarını sadır qıp qoýyşy mümkin. Aqli balagatki yetdi, 40'tan eşip ketdi. Lekin qolda ilim mi yok? Bu mu nurgun hatalıqni sadır qıp qoýyşy mümkin. Şoň aql balagat bilen jismani balagat bir-biriga udul kelgende näýti bizlerge paýdalyk, ýaxşy ünümlerini yaratalaydy. Allah subhanahu wa taala öz aramyzga birlik, ittifaklyk, inatlyk, mehribanlyk, küýümçanlyk, bir-birimizde dawamlyk ýaxşy guman kıladigan, yaman gumanlardan ýyrak turadigan, bizni yaman gumanga küşkürtüdigan etrafymyzga ot quyruqlar payda olap qapqas onu kele sen menin xilimken demestin onu yiraklaştırış. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menin qeşimga birisinin yaman gepini qilip kelgen adam menin yeşimga yani yenimga yıkıllaşmasın. Mendin yirak dursun. Meni bir adamga gumanga taşlaydigan sözünü kirgüçüle mendin uzak dursun. Undaq adamlar Resulullah bir qatım bir adamni gumanğa taşlaydigan Resulullah'ın kalbini gumanğa taşlap qoydigan bir söz ekirip sağan bolsa, mümin sahabalarını Resulullah uzaklaştıraptı. Yirak durmandın. Men ümmetimning aldıga guman bilen emas, davamlıq sap qilib, emski yaxshi niyat bilen chiqish bilen arzu qilaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en öçkürdigan sahabalarining ichidan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni birer sahabısqa, yani gumanlık sözlerini guman qilishqa Resulullah'ni küşkürtüp qo'ydigan sözlerini ep kirgen Resulullah sahabalardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem intayin qattiq nefretlenetdi. Mana bu ali rehber, ali komandanning xistatimiz bo'lishi kerak. Çoğunlaşqa biz etrafımızda nurgullagan dostlarımızı gumanlar bilen yo'qotib qo'yamiz. Şoňlaşqa qarindaşlarymyzga mümkin kadar imkaniyet delil ispatsız bolgan halatda bütün qarindaşlarymyzyň öz ara ýaxşy gumanlar bilen, ýaxşy niyetler bilen, ýaxşy itiqadlar bilen düşünişke tirişimiz Allah subhanahu wa taala hemmemizden qaleflerini, ruhimizni gumanlardan ýyrak kılsın. Allah subhanahu wa taala hemmemizge birlik, beraberlik, işenç ata kılsın. Etrafımız başkalarımızın aldıda ular haq iş qilsa, haq so'zlasa qo'llayalaydigan, nahaq xato so'zlab salsa, yo'q, to'xtasizlar. Ma so'z bo'lmadi, ma bu silliga, xalqqa, ummatga, din dunyoliklarga ziyon keladi deydigan jasoratlik maslahatchilarni Alloh subhanahu va taolo rahbarlarimizning, peshqadamlarimizning atrofidan kam qilmasin. Alloh subhanahu va taolo boshqalarimizning atrofidagi chivin, markilik, taxsikeşli, hoşametlik bilen can bakadigan bundaq taxsikeş insanlarni Allah subhanahu wa taala iş ilgilerimizden, başkalarımızın etrafını daima yirak kılsın. Hemmenlerge Allah'ın güzel selamları bolsun. Hata sözlegen taraflarımdan, qarindaşlarımdan davamlıq nasihat qabul qilma. Toğru sözlegen taraflarım Allah'a hamdile bolsun. Allah'ın bana bergen pezdir rahmetinden. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.